Bugungi ta'lim ertangi taraqqiyot, bugungi mehnat ertangi muvaffaqiyat, bugungi bilim ertangi kuch. Uchi tuman 1-son texnikumi Namangan viloyati Uchi tumani Gulbog' MFY Hazrat Inson ko'chasi 1-uyda joylashgan. Texnikum binosi 850 o'rinli bo'lib, umumiy maydoni 67 ming kvadrat metrni tashkil etadi. Qurilish osti maydoni esa 6 ming kvadrat metr. Ta'lim muassasasida 34 ta zamonaviy o'quv xonasi mavjud, shuningdek 100 o'rinli yotoqxona o'quvchilar uchun moslashtirilgan. Bugungi kunda texnikumda 35 nafar o'qituvchi va 12 nafar ishlab chiqarish ta'lim ustalari faoliyat olib bormoqda. Hozirgi kunda 7 ta yo'nalish bo'yicha 750 nafar o'quvchi tahsil olishmoqda. Asosiy mutaxassisliklar tikuvchi, payvandlovchi, sotuvchi, nazoratchi kassir, avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish, axborot vositalari mashinalari va kompyuter tarmoqlari, oshpaz, elektromontor, elektrostansiyalari, tarmoqlar va tizimlar, dasturiy injiniring. 2025-2026 o'quv yilida texnikumda xalqaro ta'lim, Pearson dasturi asosida 4 ta mutaxassislik bo'yicha jami 109 nafar o'quvchi qabul qilindi. Qabul natijalari: 9-sinf negizida kunduzgi ta'lim shaklida oshpaz 26 nafar, payvandlovchi 31 nafar, davlat grant asosida. 11-sinf negizida kunduzgi ta'lim shaklida dasturiy injiniring 26 nafar, elektrostansiyalari, tarmoqlari va tizimlari 26 nafar, davlat grant asosida. Ushbu yo'nalishlarda ingliz tili, rus tili va axborot texnologiyalari fanlari chuqurlashtirib o'qitiladi. Uchi tuman 1-son texnikumi zamonaviy bilim, xalqaro standartlar va kelajak kasblari sari ishonchli qadam.